21-asrning vabosi bu diqqat yetishmasligi. Ya'ni insonlar o'zini diqqatini uzoq vaqt bir narsaga qarata olmaslik. Bunga oddiy misol qilishimiz mumkin. Oldin bemalol ko'rgan kinoni, televizorni hozir uzoq vaqt ko'ra olmaydi. Darrov qo'li telefonga yugurib ketadi. Va telefonda ham nima ko'radi? Qisqa videolarni, o'sha Reels, TikTok va ularni ham hozir diqqat shu darajada pasayganki, bir videoni oxirigacha ko'rishga erinib, tez ikkinchisini o'tkazishga harakat qiladi. Endi buni asosiy muammosi mana shunaqa qisqa formatdagi videolarni ko'p iste'mol qilganimiz, ko'p ko'rganimiz. Bu natijada bizni bosh miyamizda dopamin ishlab chiqarilishini tartibini buzgan. Insonni qoniqtiruvchi dopamin ishlab chiqarilishi endi bir necha soniyalarda ishlab chiqarilyapti. Natijada uzoq muddatli, uzoq vaqtli dopamin ishlab chiqariladigan ishlar biz uchun zerikarli bo'lib qoladi va ularni qilishga bizni diqqatimiz yetmaydi. Bugungi kunda agarda kim diqqatini boshqara olsa, u boshqalardan ustun hisoblanadi. U aqlli bo'lganligi uchun, ko'p o'qiganligi uchun emas, diqqatini ushlab tura olganligi uchun. Endi buni yechimi nima? Diqqatni uzoqroq bo'ladigan jarayonlarga qaratish, kitob o'qish va imkon qadar maksimalni short videolarni, Instagramni, TikTokni cheklab yo'qotish kerak.